ijtimoiy tarmoqlarda o'zini xalq posboni sifatida namoyon etib kelayotgan, qonun deya tinmay bong urayotgan Ishquvvatova aslida ashaddiy huquqbuzar hisoblanadi. U haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib, davlat raqami 01797 QKA bo'lgan transport vositasini muntazam ravishda boshqarib yurgan. Yo'l patrul xizmati xodimlarining tinimsiz ogohlantirishlari hamda qo'llanilgan jarimalar bu ayolga umuman kor qilmagan. Qoidabuzarlik uchun avtomashina jarima maydoniga joylashtirilgandan keyin ham qonunlarni qasddan mensimasdan yana 90 kun davomida o'sha transport vositasini boshqarishda davom etib, 14 marotaba yo'l harakati qoidalarini buzganligi aniqlandi. Davernisga nima degan? Shoshilmayman. Nima uchun haydovchilik guvohnomangiz yo'q sizga boshqarishga beryapti? Bu qoidabuzarliklari oxir-oqibat katta yo'l transport hodisasiga olib kelgan. O'zini hayotini bir tiyinga ilmaydigan bu kimsaga hech bo'lmaganda boshqa fuqarolarni hayotini hurmat qilishini tilashdan boshqa iloj yo'q. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib mashina boshqarishning o'zi yo'ldagi yo'l qotilidir. 2025-yil davomida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan haydovchilar tomonidan 500 dan oshiq yo'l transport sodir etildi. Mana shu yo'l transport oqibatida 100 dan oshiq begunoh insonlar hayotdan ko'z yumdi. Ayolmi, erkakmi, pravasi bo'lishi kerak. O'qimaganligi uchun ham yo'l transport mana shunaqa hodisalari ko'p bo'lyapti. Eng ko'p avariyalar mana o'qimasdan, bo'lmasa boshqa narsa qilib olgan, pravan olgan odamlardan chiqibdi-da bu narsa. O'qimasdan rolga o'tirish umuman opasniy narsa-ku axir. Oson pul va jazosizlik ortidan euforiyaga berilib ketgan bu ayol tanishlariga va yordam so'rab kelgan murojaatchilarga davlat organlari, hokimiyat yoki huquqni muhofaza qilish organlari undan qo'rqib, barcha ishlarni bitirib berishni, tanqidlari orqali har qanday muammoni hal eta olishini qayta takrorlab, aholini ishontirishga urinib kelgan. Hurmatli fuqarolar, muammolaringiz yuzasidan turli firibgarlarga emas, faqatgina mas'ul davlat organlariga murojaat qiling. Mablag'ingizni litsenziyaga ega yuridik xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar uchun ishlating. Daromadingizni ochiqlik pardasi ortida yashiringan va ommaviy axborot vositasi sifatida niqoblangan ayrim jinoiy guruhlar faoliyatini rivojlantirishga sarflamang.